Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak biz P-questions, ya'ni preparing statement of financial position and profit or loss bo'yicha mavzumizni davom ettiramiz. Va ikkinchi B-question va men ikkita B-question ishlab beraman. Sizlarga yetadi. Qolganlarida o'zi muammo bo'lmaydi. Yoki uchta ko'ramiz. Uchta yetadi, qolgan ikkitasini baribir mustaqil bajarasizlar. Men sizlarga yetarlisi tashlab beraman. Hozir o'zi ikkitasini ishlab ko'ramiz. Demak, Veloco bizda inventory bor, close of 30 June, ya'ni closing inventory bizdan 30 iyun 2001 yil uchun so'rayapti hisobotni. Buildings depreciation ikki xil. Administrative expense ko'rar ekanmiz. Plant and equipment 20%, reducing balance. Qaranglar, cost of sales 70% deyapti. Distribution 20%, administrative expense 10%. Land which is non-depreciable deyapti. Trial balance 40 million deb atalganda, lekin surveyor 54 millionga baholayapti. Reporting periodning eng oxirgi kuni. Bu revaluation financial statementlarga qo'shilishi kerak. Other comprehensive income'ga kirib ketadi bu. It has been decided to write off $540,000 administrative expense'ga recoverable debts bo'lyapti. Recoverable debts non-production expense bo'lgani uchun o'zi administrative expense'ga boradi. Non-production expense degani F2da gaplashasizlar, management accounting fanida. Production ya'ni ishlab chiqarishda to'g'ridan to'g'ri bevosita qatnashadiganlar va ishlab chiqarishga oid bo'lmagan xarajatlar. Ishlab chiqarishga oid bo'lgan xarajatlar bu materials, labor bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishda to'g'ridan to'g'ri qatnashmaydiganlar non-production expense, administrative expense, distribution cost, selling expense sifatida boradi. Masalan, advertising expense bu hech qanday ishlab chiqarishga oid bo'lmagan expense va advertising administrativ xarajatlarga boradi. Demak, distribution costlar ichida 2,120,000 advertising campaign bor. 1 iyun yanvardan boshlanadi, 31 dekabr 2001gacha bo'ladi. Demak, bular 2,120,000 deb yozib qo'yadi. Qaranglar. Va yanvar 2001dan 31 dekabr 2001gacha mana. Vaqt qo'yadigan bo'lsak, January bo'lsa bu bilaman. Nimada sichqoncha yozishda ozgina qiynalaman. December bo'lsa bizdan qachon uchun so'rayapti desa, bizdan 30 iyun uchun. Iyun. Yanvar bilan bir xil bo'lib ketdi, iyun. Demak, bizga faqat bu qism kerak, chunki hali bu qism bizda prepayment sifatida desak to'g'ri bo'larmikan? Loaded. Advertising game that will commence va deyapti 31 dekabr 2001gacha boradi. Yo'q. Prepayment sifatida bo'lmaydi. Va bizda faqat bu qismda ishlatganmiz, ya'ni accrual spaces va matching concept bo'yicha shu qismni olishimiz kerak xolos, ya'ni yilda yarmigacha. Lekin bular 2,120,000 sifatida olib qo'yilgan. Shuni loan interest hali hisoblanmadi va tax charge 2,700. Juda ham qiziq case, chunki juda ham ko'p turdagi adjustmentlar bor. Va background noise'ga e'tibor bermaysizlar. Deyin boshladik. Revenue. Bizda revenue adjustment bormidi? Yo'q. Revenue to'g'ridan to'g'ri yozib ketsak bo'ladi. Va bitta narsa 3 ta 0 yozishdan kerak F7da. Va shuni hozirda o'rgatib ketadi. Va bizda bor share capital, share premium, revaluation reserve, land and buildings, accumulated depreciation, trade and other receivables, trade and other payables, 5% bank loan repayable, cash and cash equivalents, retained earnings at 1st July, sales, distribution cost bor, administrative expense bor, dividends qaranglar, juda ham ko'p, dividends paid ham bor. Dividends paid bugun effektini sizlar o'tgan darsda aytgandim og'zaki, lekin amaliy holatda hozir bugun ko'rasizlar. Demak, boshladik. Revenue bizda qancha ekan? Salesda 100,926. Okay. Cost of sales, ya'ni tannarx, mahsulotning tannarxi. Bizda working on bo'ladi, bunga adjustment qilamiz. Demak, working on cost of sales. Demak, par balance bormi? Yo'q, bizda par balance berilmaydi. Opening inventory beriladi. Purchases purchases va yana nima bor? Closing inventory bor. Closing inventory ayiramiz. Closing inventory va depreciation charge bor edi, biz ko'rdik. Depreciation charge, okay. Bu working to bo'ladi bizda. Working to. Va bu yoqqa biz so'mda qilib qo'ysak,
so'm. Okey. J6dan J10gacha. 9gacha. Voy, 9. Bo'ldi. O'zi adjustment bo'lib qolaveradi. Davom etamiz. Working to depreciation charge yozib qo'yaylik. Keyin birinchi cost of sales topganimiz yaxshiroq. Bizga opening inventory berilgan. Mana yilning boshidagi inventory. Mana 1 July 7280. 7280 bizda purchase'lar bor. Purchases 67231 va closing inventory ham bormidi? Bor edi. 9420 deb bizda bergan ikkinchi notda. Birinchi notda uzr. Birinchi notda o'chirib qo'ysak bo'laveradi. Endi depreciation charge haqida gapirsak bo'laveradi. Cost. Demak, bizda bor ekan land, bizda bor ekan buildings, bizda bor ekan plant and equipment. Plant and equipment. Cost bormi bizda? Cost bor. T account trial balance da berilgan bo'ladi. Cost emas. Demak, land and buildings. Land haqida bundan oldingi betda berganida, ya'ni ikkinchi notning eng oxirida buildings 120 ming 120 ming ayrilgan 40 ming 80 mingga teng ekan. Plant equipment 32 ming. Accumulated depreciation bor bizda. Accumulated depreciation. Bunda 0. Building stachi. Nimaga 0? Chunki landni biz qaraymiz. Butun umr ishlatsa bo'ladigan deb. Shuning uchun useful life hech qachon tugamaydi. Useful life tugamagandan keyin depreciation charge ura olmaymiz. Unda impairment loss bo'lishi mumkin yoki revaluation gain bo'lishi mumkin. Impairment loss haqida biz sizlar bilan Lefet'da gaplashamiz. Oldindan reklama. Plant and equipment. Plant and equipmentda 18 ming bor ekan. Carrying amount at the beginning, ya'ni boshdagi carrying amount. Demak, depreciation expense, depreciation expense. 0. Carrying amount at the end. Bor yana bizda. Buni bunday qilib turib qo'ysak bo'laveradi. Bizga osonroq. Demak, bizga aytayapti, buildings 4% dan urilar ekan per annum straight line. Straight line'da biz costdan urardik. Shuning uchun 80 ming ko'paytirilgan minusdan 0.104. Chunki depreciation expense minusda chiqishi kerak. Shuning uchun minusda hisoblab qo'yamiz. Reducing balance basisda hisoblanar ekan plant and equipment uchun. 2. Mana bizda carrying amount at the end. Revaluation. Carrying amount demaylik. Revaluation. Mana bu yoqqa yozaylikda revaluation sir revalued amount qilsak bo'laveradi. Revalued amount chunki bizda revalued amount bor edi 54 ming. Mana bu yoqda beryapti. Independent valuer surveyor uni 54 millionga baholadi. 3dan 10 qisqargani uchun 54 ming yozdim. Bular o'zgarmay qolgan. Va revaluation surplus bizda bor ekan 14 ming, 14 million. Land uchun xolos, qolganlarida yo'q. Demak, biz depreciation charge topganamiz cost of salesga
Plant and equipment depreciationing 70% borar ekan. Hmm. Minus qo'yib qo'yapman chunki depreciation charge cost of sales bizga ko'paytiradi. Bundan 7% mana keldi. 67,051. Bizda cost of sales balans chiqdi. Endi gross profit bor. 33,875. Yaxshi. Endi selling expenses yo'q edi bizda. Distribution yozib qo'ya qolaylik. Buni bilasizlar, selling expenses. Distribution expenses. Working 3. Administrative expenses. Working 4. Ehtiyot chart. Operating profit. Demek working 3 deb distribution expenses. Distribution expenses nima? Distribution expense tarqatish xarajatlari bo'lishi mumkin. Tarqatish xarajatlaridan tashqari biz inventory mavzusida ham ko'rgandik. Storage of the finished goods ham distribution expense ga kiradi. Masalan, Magnat morojniy ishlab chiqaradigan kompaniyasini olsak, Rossiyadan ishlab chiqaradi va u warehouse'larda ushlab turadi, o'zini morojnasini ishlab chiqargandan keyin. Ya'ni tarqatmasa ushlab turadi-da. Michael Jackson aka-ku. Where warehouses. Warehouse degani hozir ko'rasizlar. Karti. Mana tashladim men. Изображениеga o'taylik. Mana warehouse'lar, ya'ni skladi o'zini shunaqangi katta skladlar bo'ladi. Va biz bunga qaytsak bo'laveradi. Xo'sh. Ya'ni ishlab chiqarilgan mahsuloti warehouse ushlab turibdi. Asosan morojniylarda sroki 3 oydan 12 oygacha bo'ladi. Agar tarqatilmay qolsa, bu morojniy qolib ketadi yoki achib qolishi mumkin va uni o'zini ushlab turish ham xarajat bo'ladi. Shu nima uchun qolib ketyapti degan savol, nimani oqibati kelib chiqyapti bu xarajat? Distribution, ya'ni tarqatilmay qolganimiz oqibati kelib chiqyapti. Magnit tarqatish mumkin, korzinkaga chiqarib olish mumkin yoki o'sha yerda masalan magnit degan magazin bor katta, shunga chiqarib olish mumkin. Va shunday katta magazinlarga chiqarib distribute, ya'ni tarqatadi ishlab chiqarilgandan keyin. Va buni tarqatmasdan qolib ketishni o'zi xarajat. Shular distribution expense ga ham qo'shimcha kiradi. Bundan tashqari fuel, ya'ni yoqilg'isi o'sha logistikasidagi yoqilg'ilar, drivers wages hammasi xarajatga kiradi. Mashinalarni maintenance xarajatlari ham distribution expenselarda bo'ladi. Chunki u mashinalar distribution uchun ishlayapti. Demak, davom etamiz. Distribution nimaligini sizlar bilib oldilaring. Par balance. Par balance degani bu boshlang'ich, ya'ni trial balance'da berilayotgan balans. Bizda 8326 deb beryapti va buning ichida advertising campaign bor edi. Campaign qancha edi desa 2120 ni bo'lamiz included-da 12. Iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 6 oy uchun hali biz ishlatmadik. Biz pul to'lab qo'ygan ekanmiz, lekin ishlatmaganmiz. Shuning uchun advertising campaign shundayligicha turibdi 6 oy uchun. 1060 ayirib tashlashimiz kerak. 7266 ga tushdi balans. Working for adminis. To'xtanglar, biz adashdik. Bu yoqda depreciation charge ham bor edi. Depreciation charge. Aytdim-ku. Distribution, shu depreciation charge uchun 20% kelyapti plantning. Mana. Endi qo'ysak bo'laveradi. 7826, muammo yo'q, no problem. Working for davom etamiz.
Administrative expenses working for. Nimaga workinglarni ishlatyapsan desa, yana bir marta aytaman, bu effektida hali sizlarga kerak bo'ladi. Shunday qilib working ishlab, bir-biriga bog'lab ishlasalaring, ballaring yaxshi beradi. Ekzaminda tekshiryapti, adashib ketib qolmaydi. Ya'ni qancha o'zlaring masalan toza, chiroyli ish ko'rsatsalang, ularga ham shuncha yaxshi. Tushunishlariga oson bo'lishi shart. Administrative expense bizda bor. Par balance. Buni balansi 7,741 bizda bor. Opening allowancelar haqida berilmadi. Irrecoverable debts bor ekan. Qancha desa 540. Nega minus yozyapsan? 540 plyusda. Recoverable debts. Bundan tashqarichi depreciation charge. Bizda to'liqligicha bu yoqda aytgan depreciation charge. Ya'ni buildingsda hamma depreciationi keladi va bundan tashqari plant and equipmentning 10% keladi. 3480. Bundan tashqari yana nima xarajatimiz bor? Xarajat yo'q boshqa. 1761 mi? 1761. Okay. No problem. Operating profit ham bizda chiqdi. Endi other income yo'q edi bizda. Other income haqida gap yo'q. Va profit before finance and income expense tax. Hozir yangi qo'shildi shu profit before finance and income taxes, ya'ni other income'dan ajratib olish asosiy operating profitdan. Other income'ga asosan operatsion kompaniyani asosiy operatsiyalaridan kelmagan foydalar kirgani uchun butunlay yaxshiroq ko'rsatish uchun kompaniyada ya'ni o'sha biz gaplashgan faithful representationni yaxshiroq oshirish uchun qo'shildi. Ko'rsatib beradi. Masalan, operating profit other income'da o'z hisobiga olmasa qancha bo'lyapti degan narsani ko'rsatib beradi. Finance costs, interest expense o'zgardi bu ham. Interest expenses working 5. Interest expense. Loan bor ekan bizda qancha? Loan 20,000. Interest hisoblanyapti unga 5%lik. 1000. Bilamizda buni 1000 da bog'lab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bizda profit before tax bor. Profit before tax. PBT desak ham bo'laveradi. Profit before tax. Davom etamiz. Va oxirida tax expense bor bizda. Tax expense. Bu bizda bo'ladi 2700. Net profit bo'ladi. Unda 10,588. Other comprehensive income'ga mana biz revaluation surplus ko'rsak bo'ladi. Revaluation surplus. Revaluation surplus bizda land bo'yicha bor edi xolos. Bog'lab qo'yamiz, muammo yo'q. Total comprehensive income chiqadi bizda. Comprehensive income bu bizda keyin 10,588 qo'shning 24,588 deb beradi. Demak, endi biz tayyorlaymiz. Statement of financial position. Tayyorlaymiz. Non-current assets. Ketdi. Non-current assets.
Land, PPE borda bizda property, plant and equipment. Qancha desa bularda so'm kerak bizga. Should be valued amount. 1,9500. Current assets. Current assets. Prepayment bor bizda. Asha prepayment bo'ladi. 2120 bo'lingan 12 ko'paytirilgan 6. Shu prepayment bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa tekshiramiz. Katta ehtimol bo'ladi. Prepayment. Okay. Prepayment 1060. Inventory bor bizda. Closing inventory. Cost of sales da biz bergandik. Bog'lab qo'yaveramiz. Receivables. Receivables qancha? Receivables. Trade and other receivables. 20,280 minus irrecoverable debts. 540. Bizda boshqa balans yo'q. Assets bo'yicha. Total assets. Total assets. Was 1 minute. 149,720. Qiziq. Eslolmadim lekin bunaqa javob. Equity. Share capital. Share premium. Share premium. Revaluation reserve. Qizig'i aytib revaluation reserve bormidi? Bor ekan. Retained earnings. Mana equity'ni sizlar to'liq tarkibini ko'ryapsizlar. 50 minglik share capital bor. Share premium bor 25 minglik. 10 minglik revaluation reserve bor va 14 minglik yangi revaluation surplus. Retained earnings bor bizda 12,920 qo'shilganchi. 12,920 qo'shilgan net profit va bizda dividends 3,000 paid bor. Endi loan adashdim. Non-current liabilities. Loan. Bizda bor 20 ming. Loan bor 20 ming. Okay. Current liabilities borada bizda payables, tax payable, accrued interest, expense. Yanachi. Menimcha bo'ldi. Payables. Trade payables. 8,725. Balansni olib kelyapman mana. Mana. 8,725. Tax payable bizda bor. Tax payable bor edi. Tepaga yozganmiz 2,700 va interest expense bor. Bizda bu yoqda loan bo'yicha interest 12,425
Total liabilities and equity. 119.508 qo'shilgan 20.000 qo'shilgan 151.933. Mana. Balans bermayapti. Bizda xato qayerda ketdi? Qiziq. Bosib boqamizda. 2213. 2213. Mana bo'ldi. Depreciationlar to'g'ri urdik. Administrativda boshqa xarajatlar yo'qmidi? Cost of sales, survey valued. 140 hamma narsani to'g'ri qildingmi? Sonlar to'g'ri ko'chirdingmi? Qarab chiqaylik. Prepayment prime 60. Inventory 9420. Trade and other receivables 20.280. Qaytarilgan. 12.920. Retained earnings. Muammo yo'q. Muammo qaytanda. Yo'qda. Qiziq. Javobini ko'ramiz. Javob bu faylda emas. Qo'yib. Bitta javobi. Equations. Equations. Answers. Below. Go. 24.588. Bizda to'g'ri chiqqan. Profit or lossda xato yo'q. Shu qayerdadir mana 119.500 to'g'ri ketyapti. 9.420. Cash tashlab ketibsizda. Mana cash. Men aytdim. Nimadir tashlab ketmayapmizmi? Mana current assetsda bizda qolib ketyapti. Cash. Cash and cash equivalents. 213. 151.933 ga 151.933 mana. To'ppa-to'g'ri. Hech qanday muammo yo'q. Mana. Demak, Willow ham case ham bo'ldi bizda. Davom etamiz. Keyingisi Clerk. Clerk. Mana bank interest received ko'rdim. Alderwinkum. Qiziq case'ga o'xshayapti. Purchase'lar bor, retained earnings, accruals bor mana. Trade and other receivables. Revaluation reserve. Aha. 31 dekabr 2009ga tuzilish so'ralyapti ekan. Okay, no problem. Bizda hech ham muammo yo'q. Tuzaveramiz. Demak, boshda the interest for the year on the bank loan has not yet been paid or accrued. Ya'ni hisoblanmagan, butunlay yozilmagan deyapti. Land which is non-depreciable is included in the trial balance at a value of the $110,000 baholangan va $150,000 land revalue qilingan.
Buildings bor, straight line basis, 20% reducing balance as part of the buildings contain the office accommodation and part of the buildings. Depreciation. Buildings should be allocated quyidagicha. Included in trial receivables 1720 deyapti. Irrecoverable. Administrationga kirib ketgan va directors deyapti. Receivablesni yozib. Ya'ni o'zimiz ishga olib qo'ygan ekanmiz u odamni. Menimcha. Inventories deyapti quyidagicha. Inventoryga adjustment qilishimiz kerak ekan. That legislation now illegal. So the cost of carrying va customers $6000 sotilar ekan. Tax charge bor ekan bizda quyidagicha. Other comprehensive income tayyorla va statement of financial position tayyorla. Biz tayyormiz. Sizlar agar tayyor bo'lsalaring. Demak, boshladik bo'lmasa. Clear keysi bo'yicha. B. The statement of profit or loss and other comprehensive income. Income. Davom etamiz. Revenue. Hech qanday nima bo'lmagan adjustment, shuning uchun hech nima adjustment qilishimiz shart emas. 178833. Davom etamiz. Cost of sales. Cost of salesni hisoblaymiz. Working one cost of sales. Davom etamiz. Power balance bizda yo'q. Adashdim. Opening inventory purchases, closing inventory. Opening bizda qancha ekan? Olib kelamiz nimadan? Opening inventories 1-iyunda 17331. 17331. Purchase'lar 130562. 130562. Closing inventory-chi. Closing inventory 19871 deb belgilangan, lekin 4000lik mahsulot mana damaged bo'ldi deyapti. 6000 ga sotish mumkin agar 2500lik xarajat qilsang. 19371 ekan. Depreciation charge working to 8522. Working to depreciation charge cost. Demak, land bor ekan bizda. Nimalar bor? Land and buildings, plant and machinery. Land alohida hisoblanadi, buildings alohida. Nimaga? Chunki buildingsga biz depreciation charge ura olamiz, landga bo'lsa depreciation charge ura olmaymiz. Shuncha alohida hisoblashimiz kerak. Ya'ni overstate qilib yuboradi agar ikkovini birga balans beradigan bo'lsangiz, birgalikda landga ham amount qo'shiladi, ya'ni landga ham qiymati qo'shiladi, buildings ham qiymati qo'shiladi va siz shu qiymatdan amortizatsiya hisoblaganingizda amortizatsiyani narxi oshib ketib qoladi. Landning narxi hisobiga. Kelinglar, shu joyni ko'chirib qo'ysam. Baribir xil ekan. Ctrl C, Ctrl V. Okay. Clerk. Case bizda cost. Cost qancha? 210 ming ayrilgan landning amount. Land qancha deyapti? 110 ming. 100 ming ekan. Yaxshi. PE. Plant and equipment. Qisqartirib yozyapman. Plant and equipment deb yozmasdan. Shuning uchun PE. Plant and equipment bizda bor ekan. Plant and machinery deyapti 88 ming. 88 ming. Endi ularni accumulated depreciation olib kelamiz. 0. Bunda 30 ming.
Shu 30 mingni to'lig'igacha buildingsga tegishli. Menimcha gapim tushundilaring. Landdan masalan, yerni ustiga joy qurilganda, yer O'zbekistonda davlatga tegishli bo'lishi mumkin, chet ellarda sotib olishadi. Va shuning uchun landga amortizatsiya hisoblamaysizlar. O'zbekistonda ham shunaqa, baribir davlatniki bo'lgani bilan, no lizingda tursa kerak. Bu haqda aniq ma'lumotim yo'q. No, men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Sizlar buildingsni o'zini depreciate qilyapsizlar. Landni depreciate qila olmaysizlar. Ha, qoidasi shunaqa. Sababi o'zi, masalan, land yaxshi turadigan bo'lsa, undan butun umr foydalanish mumkin-da. Ya'ni o'sha milliardlab yillardan beri turibdimi, dakansa turadi degan ma'noda bo'lsa kerak. 88 ming, bunda 16 ming, 10 accumulated depreciation bor. Control va depreciation expense bizda qancha? 0, 70 mingdan. Demak, bizda berilgan bu yoqda buni adjustment qilib bo'ldik. 5-ni. 10% ekan buildingsga straight line'da. Xato qildim. Mumkin edi, lekin xato qilmadim. 10%, 10 ming. Bunga bo'lsa, reducing balance'da 0.12. Ya'ni reducing balance bilan sizlar straight line farqini bilasizlar. Straight line'da costdan olsa depreciation'ni, ha, nimada reducing balance'da carrying amount'dan oladi. Demak, revalued amount bor bizda qancha? 150 ming. Valuation surplus shuncha. Ular o'ziga teng, nolga teng. Demak, bizda ma'lumotlar tappa tayyor. Buni kontrol qilib, buni ham kontrol. Revalued amount, revalued. Xudo yozibman. Okay. Shuni endi ko'rib qoldim. Revalued amount. Demak, revalued amount. The depreciation chargening reducing balance. Part of the compensation depreciation for the building should be cost of sales and as part of the buildings, qaranglar, contains office accommodation and part of the buildings contains plant and machinery. Plant and machinery buildings ichida ekan. Tushundiling? Ya'ni the depreciation for buildings bekor house nimada berilmayapti. Should be allocated between cost and sales and administrative expense quyidagicha. Ya'ni economy depreciation 40%, cost of sales administrative expense 60% borsin demoqchi bu yoqda. Demak, count 18 va L 18. Ko'paytirilgan 0 o'ndan to. 138.280. Juda qimmat, ha, cost uchun. Gross profit. Okay. Bizda endi administrative expense bor. Administrative expenses for distribution. Distribution expenses. Administrative expense. Working 3. In 3 administrative expenses. Working 3. Par balance. Bor bizda par balance. Par balance. 7100 ekan. Mana bu yoqdan kelyapman. Chizib yubordim, bildim, lekin mana.
Mana shu songa kelyapman. Adashib ketdim. Mana shu sonda olib keldim. Demak, qolganlarini ko'rsatib o'tirish shart emas. Power balance deb depreciation charge bor bizda. Bu qo'shilgan. Bundan 60% hisoblangani. Irrecoverable debts bor. Qancha desa hozir ko'ramiz. 1720. 1720. 720. 234.588. Olib kelamiz. Joylashtiramiz. Bizda administrative expenses. Bo'ldi distribution costga hech qanday adjustmentimiz yo'q edi. Operating. Hozir bilasizlar nimaga operating profit bilan profit before interest and tax ajralganini. Mana other income bor bizda. Mana bu yoqda bank interest received degan narsa bor ekan. Bank interest received qayerdan keladi desa bu biz ko'rdik bank degan balans bor bizda bank account. Ya'ni biz depozit sifatida yoki pulimizni saqlaganimiz uchun bankdan biz olishimiz mumkin. Depozit uchun kelayotgan foiz. Shunday. 100% shu. $100 ekan, other income. Kamroq pul saqlar ekanda. Profit yoki ular kam beradi. Nima uchun? Before interest and taxes. 184, 184. Interest expense bo'lishi mumkin. For working for interest expense. Loan interest expense. Loan bizda qancha? Sal tezlatmasak hozir vaqtimiz ko'p qoladi. Loan. Loan. Mana 20 ming. Adashib ketdim-u, Veloga o'tib ketibman. Ha, 40 ming ekan bunda. 40 ming bo'ldi 100dan 5 hisoblanishi kerak. PBT deb yozib ketyapman. Profit before taxni. Tax expense bizda 7162. Profit faqat net profit bizda bor 1022. Zo'r chiqdi javobimiz. Ya hali shoshmaymiz. Other comprehensive income bor. Other comprehensive income ajratilgan sababi bu yoqda unrealized gains bo'ladi. Gains emas. Unrealized gains biz bilamiz revaluation surplus. Ya'ni bizda bor foyda, lekin aniq foyda bo'lib cash balansimiz yoki ko'paymayapti. Shunchaki aktivlarimiz ko'payib qolgan. Chunki income'ning ko'rsalaring ham definitionni increase in assets or decrease in liabilities da xuddi shu narsa ishlayapti. Total comprehensive income 1022 qo'shilgan 41.022. Demak, endi biz tezda statement of profit or loss tuzishimiz kerak. Chunki men qo'shgan zoom statement of financial position plus emas. Shuning uchun vaqt tugab qolishi mumkin 40 minut ichida. Shunga ulgurishimiz kerak. Non-current assets. PPE bizda bor.
PPA balans bor. Current assets bizda yo'q edi. Repayments, receivables, cash, inventory bor. Receivables bizda bor. Ekan qancha? Receivables. Received. Receivables. Mana bu yoqdan. Yo'q, trade and other payables. Mana 8752. 8752 emas. Hali bitmadi ishimiz. Chunki bizda irrecoverable debts bor. Cash. Notlar butunlay adjustment qilinmagan bo'ladi. Cash. Qaysi notlar esa bu notlarni aytyapman. 6 ta not. Cash. Cash and cash equivalents 6993. Inventory. Inventoryni ham biz hisoblaganmiz. Ctrl X bilan total assets 30098. Okay. Equity, share capital, share premium, revaluation reserve, retained earnings. Revaluation reserve bu avval ham qolgan revaluationimiz va bu yil ham shu balans oshyapti. Share capital 100 ming, 20 ming share premium, revaluation reserveimiz 50 ming ekan va bizda bor edi 40 ming va retained earningsimiz ekan 23.893 va unga qo'shamiz net profitni. Net profitimiz kam bo'lgan 1022 915. Non current liabilities. Non-current liabilities. Loan bor bizda 40 minglik. Current liabilities. Demak, tax payable balance bor bizda. Qancha desa 7162 deymiz. Tax payable. O'zi trade. Payablesimiz bor. Payables bor, accruals bor bizda. O'zi accruals balans bor edi. Bu yoqda accruals bergan. Bor berib qarasak, mana. Mana. Yo'q, mana bu emas. Mana. Accruals 2029 ga qo'shamiz. Bu yilga interest expense'dan, chunki hali to'lanmagan. Va bizda bor payables. Trade and other payables 13.882. Total liabilities and equity qancha bo'ldi bizda? Desa, hozir hisoblaymiz. 204.915. Menimcha to'g'ri chiqdi. Javobimiz 300.988. Javobimiz mana to'ppa to'g'ri chiqdi. Va savollar bo'lsa o'zimga yozishing mumkin. Xayr,